Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda TIC 250 Aragon svarka apparatimiz hamda Impuls brendidan MMA 400 amperlik svarishli apparatlarimizda qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlardan xabar beramiz. Apparatlarimiz hozirgina ko'rishlaring mumkin. Skalatdan olib kelindi. Shunga shunaqa svarka apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. Ichidan chiqadigan narsalarni ham sizlarga qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan TIC 250 ACDC funksiyali bo'ladi. 14 xildan ortiq metallarga ishlov beradigan Aragon svarka apparatimiz mis, chugun, nerjiveka, alumin, qola metal hamda shundan tashqari 14 xildan ortiq metallarga bemalol ishlov beraveradi. MMA hamda TIC bu degani elektrodnik hamda Aragon svarka qilishga mo'ljallangan ikkitasi bittalik svarishli apparatimiz bo'ladi. 220 volt tokka ishlaydi, ichkarida 380 volt tokka ishlaydigan Aragon svarka apparatimizdan ham turibdi. O'zini kulchatorlari mavjud bo'ladi, o'chirib yoqadigan amperajlarini bemalol legirovkalarini qilib ishlataverasizlar. Ichidan chiqadigan narsalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda apparatimizda garantiya qog'ozlari chiqadi, ko'rishlaring mumkin. Garantiya tanlovlariga o'zini pechatlari urib qo'yilgan, 1 yilgacha garantiya beriladi apparatimizga. Aragon derjaylari uchun o'zini nasadga zapchaslari qo'shib beriladi. O'zini valframlari hamda Aragon svarka uchun derjaylari, massa kabellari chiqadi. Impuls brendidan 400 amperlik inventorli pastoylarga ishlaydigan svarishli apparatimizdan ham yetib kelgan. Qish yaqin pastoylarga ishlaydigan svarka apparatini olib kelishni boshladik. Qishda toklaring pasayib ketadigan bo'lsa, apparatimiz 140-150 volt toklarga ham bemalol ishlab beraveradi. O'zini forsaj rejimlarida elektrodnik funksiyalarini legirovka qilib, chiroyli hollarda eritib foydalansalaring bo'ladi. Amperajlarini 400 gacha bemalol ko'tarib foydalanaverasizlar. Professionalniy svarishli apparatimiz bo'ladi. Elektrodnik funksiyalarida bo'lsa, 5likgacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib beraveradi. Ichidan chiqadigan o'zini elektrodnik derjaylari, massa kabellari chiqadi. Derjaylari ham qalin original derjaylardan bo'ladi. Apparatimizga ham garantiya 1 yilga beriladi. Ko'rishlaring mumkin. Shu ko'rib turgan garantiya qog'ozlaringga garantiyalarini yozib, chiroyli hollarda dastavka qilib beramiz. Hamda o'zini maskalari, shotkalari hamda bolg'achalari chiqadi. O'zini remellarini bemalol ilib olib, baland joylariga olib borib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Shu ko'rib turgan svarka apparatlaringni arzon narxlarda xarid qilish uchun kanalimizga podpiska bosib, videoga like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Kelib xarid qilaman degan akalarimiz uchun manzilimizni eslatib o'tamiz. Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Dastavkalarimiz 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. Apparatlarimizni narxini bilmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun kommentariyaga narx so'zini yozib ketsalaring, o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz. Dastavka qilaman degan akalarimiz uchun video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarini mutlaqo tekin hollarda amalga oshiramiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi.